Bu videodan keyin avtoraqam bilan shug'ullanadigan akalarimiz aniq mani kommentariyada suki bosib qoldirishadi. Negaki men sizlarga hozir mana shunaqa chiroyli raqamlar kombinatsiyasini o'zingizlar mustaqil telefondan xarid qilishinglarni va qo'shimchalarni qanaqa rasxodlar kutib o'tirganligi haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Undan oldin videoga like bosish, Instagram sahifamga obuna bo'lish hamda videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yish yodingizdan chiqmasin. Birinchi navbatda siz Play Market yoki App Store orqali avtoraqam ilovasini yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Ha aytgancha uni sayt ham mavjud. Saytga yoki ilovaga kirib Vanity tizimida ro'yxatdan o'tasiz. Jismoniy, yuridik yokida bo'lmasa fuqaroligi bo'lmagan shaxs ekanligingizga qarab bandlardan biriga kirasiz. Hududingiz bo'yicha o'zingizga yoqqan chiroyli raqamlar kombinatsiyasini tanlaysiz va to'lovni amalga oshirasiz. Bu holatda siz davlat raqam belgisini qaysi ro'yxatga olish markazidan olib ketishingiz kerakligini ham belgilashingiz zarur. To'lovni amalga oshirish uchun plastik kartangizning 16 talik raqami hamda amal qilish muddatini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Undan so'ng sizga SMS xabarnoma keladi. Ha aytgancha bitta raqam belgisini 20 daqiqagacha band qilib turishingiz mumkin. Ana undan so'ng avtoraqamni olib ketishingiz uchun quyidagi to'lovlarni davlat raqam belgisini ro'yxatga olish markazlariga borganingizda to'lashingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, siz xarid qilmoqchi bo'lgan raqam qanchaga tushar ekan va u qanaqa? Kommentariyada yozib qoldiring.